Davom etamiz. Mo'jizalarga lim-molim bo'lgan Yangi yil bayrami ayniqsa bolajonlarimiz qalbiga o'zgacha quvonch va zavq-u shavq bag'ishlaydi. Bayram shukuhi kezayotgan shu kunlarda bolajonlarimiz qishki ta'tilni maroq bilan o'tkazishmoqda. Ular uchun teatrlarda namoyish etilayotgan bir-biridan qiziqarli spektakllar esa bolajonlarga bir olam shodlik ulashmoqda. Samarqand viloyat Qo'g'irchoq teatrida o'tkazilayotgan Yangi yil mo'jizalari bayramona tomoshalari doirasida teatr ijodkorlari bolajonlar e'tiboriga ajoyib spektakllarni namoyish etishmoqda. Ayoz bobo spektakli shular jumlasidandir. Spektaklning o'ziga xosligi shundaki, unda zamonaviy sahnaviy yechimlar milliy teatr an'analari bilan uyg'unlashgan. Qahramonlar obrazi orqali bolalarga yaxshilik va yomonlik, do'stlik, mehr-oqibat kabi tushunchalar sodda va ta'sirchan uslubda yetkaziladi. Tomoshada jonli musiqa, rang-barang dekoratsiyalar va interaktiv sahnalar orqali bolajonlar spektakl jarayoniga bevosita jalb etiladi. Eng muhimi, spektakl o'zbek va rus tillarida namoyish etilib, turli millat vakillari bo'lgan bolalar uchun ham birdek tushunarli va qiziqarli qilingan. Ayoz bobo spektaklimizni Shuhrat Sanoqulov degan rejissyorimiz sahnalashtirdilar. Bunda biz ko'pincha bolalarni ertakomuz muhitga, ya'ni bolalikka, qorbobo, sovg'alar hammasini mujassamlashtirib, buni sehrga, ya'ni bolalarni atmosferaga kirgizishga harakat qilindi. Ko'proq shunaqa mo'jizaviy, kompozitsion ko'rinishlarga ahamiyat berdik va bu bolajonlarga juda ham yoqadi. Ayoz bobo spektakli bugungi kunda insonlar orasida tobora yo'qolib borayotgan mehr-oqibat, ilm-zakovat, mehnatsevarlik va saxovat kabi ezgu fazilatlarni ulug'lovchi mo'jaz ertak tomoshadir. Asar bolajonlarni mehnatsevar bo'lishga, sabr-qanoatli bo'lib ulg'ayishga, kattalarga hurmat ko'rsatishga, o'qish va ilm olishni sevishga undaydi. Unda ilm va mehnat qilgan inson albatta mukofotini topadi. Aks holda qilgan nojo'ya ishlari uchun jazoga duch keladi degan g'oya asosiy mazmun sifatida ilgari surilgan. Ushbu ertakning o'ziga xos jihati shundaki, tomosha oddiy ertakchi bilan emas, balki mehnatni yoqtirmaydigan erka va tantigina Marfushaning yalmog'izga aylanishi orqali boshlanadi. Aynan shu o'zgarish voqealarga yangicha ko'z bilan qarashga, bolajonlarga yaxshilik va yomonlikning farqini yanada yorqinroq anglashga imkon yaratadi. Yangi yil bayrami kunlari hamda qishki ta'tilda Samarqand viloyat Qo'g'irchoq teatri jamoasi tomonidan jajji tomoshabinlarga saboq bo'ladigan estetik zavq va ma'naviy ozuqa beradigan sahna asarlarining namoyishi yosh avlodni milliy o'zlikni anglash ruhida kamol toptirishga ham xizmat qiladi. Siz Axborot 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.